Assalomu alaykum. Ushbu darsimizda ham havolalar to'g'risida, ya'ni hyperlink kontroli to'g'risida gaplashishga davom etamiz. Ko'rinib turgandek, ushbu dasturga kod yozildi. Dasturimizda mana 4 ta hyperlink ishlatilgan, bitta matn bor. Undan tashqari bu yerda bitta image view ham bor. Hyperlinklarga bosgan vaqtimizda image viewda biz bosganga muvofiq keluvchi rasm shu image viewga qo'yiladi. Ko'rib turgandek, mana hyperlinklarning holati bir necha xil bo'ladi. Avvalgi ikkitasiga hozir chertgan bo'lganligim uchun bular qora rangda yozilib turibdi. Bundan tashqari joriy hyperlink atrofi bunaqangi belgilar bilan belgilanib qolar ekan. Hali bosilmagan hyperlink ko'k rangda yozilar ekan. Hech qanchalik hyperlink ustiga borgan vaqtimizda uni sarlavhasini tagiga chiziq chizib qo'yilar ekan mana. Endi hyperlinklarni yangilagan vaqtimizda hammasi mana hali tashrif buyurilmagan holatga o'tib qolyapti. Set widgetiga false qiymat berib qo'yilyapti. Shu dasturga kod yozishga kirishsak. Bu dasturga kod yozish uchun avvalambor bizga 4 ta rasm kerak bo'ladi. Odatdagidek bu rasmlarni C diskidagi vaqtincha degan papkaga joylashtirganman. Shu rasmlardan sekin borib o'zimiz yozayotgan dasturimizni papkasini ustiga qo'yib qo'yaman. To'rtta rasmlar mana nusxa bo'lib ko'chdi. Endi kodni yozishga kirishsak ham bo'laveradi. Kodni yozish uchun dasturda ham ko'rinib turgandek 4 ta sarlavha bor. Shu sarlavhalarni string qilib yasasak. Bitta string massiv sarlavhalarni shu string massiviga berib chiqsak. String kitlik massiv ochaman. Bu massivda nomini sarlavhalar deyman. Dastlabki qiymat sifatida qiymatlarni ham berib ketaveramiz sarlavhalarga. Sarlavhaning eng birinchi hamkorlar, undan keyin mahsulot, ta'lim va yordam ekan. Hamkorlar, keyingisi mahsulot, undan keyingisi ta'lim, keyingisi yordam. Bu massivda yasab oling. Undan keyin bizga kerak bo'ladigan narsa hyperlinklar yasaymiz. Hyperlinklarni ham massiv qilib yasab olamiz. Havolalar nomini va new hyperlink deymizda, endi uzunligini ko'rsatishimiz kerak bo'lgan joyga buni uzunligi sarlavhalarning uzunligi bilan teng deymiz. Sarlavhalarning lengizi bilan bir xil. Keyin kerak bo'ladigan narsa bizga image. Bu image rasm o'rnatish uchun kerak. Imageni ko'p ishlatik, bunga massiv qilib yasayman-da. Rasmlarni nomlaymiz nomini. Barabar new image deb sarlavhalarning uzunligi bilan teng deymiz uzunligini. Keyin bizga image view kerak bo'ladi. Buni nomini tanlangan rasm deb nomlaylik. Barabar new image viewda hali ichiga rasm o'rnatmasdan bo'sh konstruktor bilan obyekt yasab qo'yapman. Bu tanlangan rasm yonboshda rasmni ko'rsatish uchun kerak. Rasm tanlangan vaqtda mana tanlangan rasmda buni o'rnatib beradi. Kerakli narsalarni yasab oldik. Endi kodning asosiy qismiga kelsak, sikl yasyapman. Siklimizning davomiylikligi sarlavha degan massivda uzunligi bilan bir xil bo'ladi. Endi shu joyda rasm yasab olaylik. Rasmlar degan massivda ikkinchi elementiga teng bo'ladi. Bu ham aslida image classning obyekti bo'ladi. Har doimgidek get class deymiz. Bu joyga joriy papkadagi rasm faylini ko'rsatib qo'yishimiz kerak. Get resource string deb yozaman. Shu joyga rasm faylini ko'rsatishim kerak. Endi e'tibor bersanglar, sarlavhalar degan massiv fayl nomlari bir xil. Mana bu joyga hamkorlar deb bosh harf bilan yozilgan, lekin fayl nomi hamkorlar deb kichik harf bilan yozilgan. Mahsulot, ta'lim, yordam xuddi shunaqa. Shuning uchun ham endi bu joyga sarlavhalarda joriy elementni olsak bo'laveradi. Olganimizdan keyin buni to lowercase kichkina harflarga o'tkazib beradi. Keyin buni davomiga bu rasmlarni kengaytmasa JPG bo'lganligi uchun .jpg deb yozib qo'yadi. Dastur kod qismini sal kattalashtirib olsam, ko'rishimizga o'zimiz yozsam bo'ladi. Havolalarni ham yasashimiz kerak. Buning uchun hyperlink deb klass nomini beraman-da, havola deb yozaylik. Bu ham havolani ikkinchi elementiga teng. Bu ham aslida hyperlink obyektiga teng bo'ladi. New hyperlink deb yozamiz. Endi bu joyga havolamizni sarlavhasini ko'rsatishimiz kerak. Sarlavha degan massivimizni ikkinchi joriy elementini ko'rsatib qo'ysak bo'ladi. Endi havolaga chertgan vaqtimizda image viewga rasmni o'rnatib qo'yish kerak. Buning uchun havola deyman. Set on action degan metodi bor. Shu joyga new event handler yozamiz. Yana bir marta enter bosaman. Kerakli joylarni menga netminster yozib beradi. Bu joyda o'chiraveramizda, mana bu joyga yozamiz. Tanlangan rasm degan image view bor edi. Shu joyga set image deb rasmni ko'rsatib qo'ysak bo'ldi. Mana bu joyda nimaga tagiga qizil chiziq chizib qo'yyapti? Havolalar deb bo'lish kerak edi. Endi sikl ishda bajarish kerak bo'lgan ishlar tugadi. Dasturga ahamiyat bergan bo'lsalar, hozir rasmni yasadik, havolalarni ham yasadik. Havolarni ustiga bosgan vaqtda mana bu image viewimiz, ya'ni tanlangan rasmga kerakli rasmni ham o'rnatyapti. Pastda bitta yasashimiz kerak bo'lgan button bor. Buttonni ham yasadik. Buning uchun button deb yozamiz. Buttonimizga tugma deb nom bersak ham bo'laveradi. Konstruktor ichida sarlavhasini ham ko'rsatib qo'yamiz. Endi tugmaga chertgan vaqtdagi hodisani ham shu joyga kodini yozib qo'ysak. Bu ham havolaniki bilan bir xil bo'ladi. Set on action bo'lar ekan. New event handler deb yozamiz. Enterni bosib, endi shu joyga sikl yasyapman. Siklimizning davomiyligi sarlavha degan massivda uzunligi bilan bir xil bo'ladi. Endi havolalar degan obyektlarimiz bor. Uni set widget degan metodi bor. False desak, avval tashrif buyurilmagan havolaga o'xshab qoladi. Misol uchun mana
dasturda ham ko'rib turganlaringizdek, mana ikkalasi avval ikkitasi tashrif buyurilgan havolalar, pastdagi ikkitasi tashrif buyurilmagan havolalar. Endi yangilashga bosgan vaqtimda uni set widgetiga false qiymat berib qo'yganligi uchun hammasi mana tashrif buyurilmagan havolaga o'xshab qoladi. Bundan tashqari tanlangan rasm degan image uylangan bo'ladi. Bunga set image deb turib null berib qo'yadigan bo'lsak, bunga o'rnatilgan rasmni ko'rmaydigan holatga keladi. Endi faqat shularni layoutlarga joylashtirib, oynaga qo'yib qo'yish bo'ldi xolos. Eng birinchi navbatda bitta VBox layout yasab olsak. Layoutimizning nomini VBox desak bo'laveradi. Barobar new VBox deymiz. Yasayotgan vaqtimizda birovlar uni konstruktoriga havolalar degan massivni ko'rsatib qo'ysak, havolalarni uning ichiga o'zi joylashtirib qo'yadi. VBoximizga joylashtirilgan kontrollar bir-biriga yopishib qolmasligi uchun uni set spacingini 5 qilib qo'ysak. VBoximizga tugmani o'rnatib qo'yishimiz kerak. Buning uchun VBox-ga children deymizda, add deb turib mana shu tugmani yozib qo'yishimiz kerak. Buni qilganimizdan keyin navbatdagi ish hbox yasashga keladi. Hbox deymiz buni obyektga nom va hbox deb bersak ham bo'laveradi. Endi buning ichiga birovlar VBox ko'rsatamanda, VBoxda yonboshida tanlangan rasm tursin deb qo'ysam, shu tanlangan rasm yonboshidan o'rin oladi. Hboxga ham set spacingni qo'yib qo'ysak, 30 qo'yaylik. Yasagan hboximiz asosiy root bo'ladi. Biz oynamizga asosiy ildiz shu bo'ladi. Shuning uchun ham bu hboxda set paddingini ham o'rnatib chiqaylik. Har bitta tomonidan 11 dan joy ajratsin. Buning uchun new insert deymanda to'ralar parametriga ham 10 qiymat ko'rsatadi. Endi sahnamizga navbat keldi. Sahnamizda sarlavhasini o'rnatish uchun set title degan metod ishga tushiriladi. Havolalarni nom bersak bo'ladi. Sahnamizni set resizer bilan force qo'ysak, uni o'lchamlari o'zgarmaydigan holatga keladi. Endi sahnamizga epizod o'rnatishimiz kerak. Buning uchun set scene metodidan foydalanamiz. Birovlar anonim epizod esa buni joylashtirib qo'ysak ham bo'laveradi. Buning uchun new scene deb yozamanda epizodimizning ildizi hbox. Enini 200, bo'yini 150 bersak. Endi sahnani show deb qo'yadigan bo'lsak, shu bilan dasturni ishga tushirganimizda oyna ko'rinadigan holatga keladi. Dasturni ishga tushirib ko'raylik. Mana dasturimiz ham ishga tushdi. Havolalarimiz, tugmamiz ko'rinib turibdi. Havolamizga bosgan vaqtimizda mana kerakli rasm kerakli joyga chiqadi. Ta'limga bossam boshqa rasm, yordamga bossam boshqa rasm. Har bittasi mana o'zini o'rnidan chiqadi. Yangilashni bossam har bitta havolamiz yangilanadi. Xuddi hali tashrif buyurilmaganga o'xshab qoladi. Ushbu darsimizda qilmoqchi bo'lgan narsamiz shundan iborat edi. Maqsad havolalarni o'rganish bo'ldi. Havola ham xuddi buttonga o'xshagan narsa ekan. Set on action'da buni bosgandagi horisaga kod yozilar ekan. Undan tashqari set visited degan metodi bor ekan. Agar bunga false qiymat berib qo'yadigan bo'lsak, xuddi tashrif buyurilmaganga o'xshab qolar ekan. Shu bilan keyingi darsimizda ko'rishgunimizcha xayr, salomat bo'linglar.